Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Ayyomlarni yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Biz mana haftalarimizni alhamdulillah boshlab oldik ishlarimizni. Bizda patsientlarimiz kelishgan, xotinlar ikkita farzandlarni diagnostikaga olib kelishgan. Bundan 1 yil oldin meni oldimga kelib, katta farzandlarni lecheniyalarni yozdirib ketishgan edi. Alhamdulillah yaxshi natijalarimiz bo'lgani uchun endi bu safar keyingi farzandlarni ham, kichkinalarni ham olib kelishibdi. Qayerdan keldinglar, mana ozgina otziv aytib bersanglar. Biz asli Samarqandlimiz. Yevropada yashaymiz, Shvetsiya davlatida. U yoqda bolamni o'sha eksemasi borligi uchun tanasida har xil toshmalar chiqib ketar edi. Keyin o'shani hisobiga organizmida ham o'zgarishlar bo'lib, agressiv bo'lib qolgan edi. Lekin sizni tavsiya